Ya ada tushunmayapsiz, qarzlarimiz ko'payib ketgan. Nima tushunmaysiz? Adam bo'lib turibsiz, tushunmasangiz kim tushunadi? Men mana shu yoshimda qatlarda yuraman darbada. Ana oshna-g'aylaringizga yoki bir qariyalar uyiga borib yashab turing, ada. Qanaqa qariyalar uyi o'ylab gapirgan gapingni. Men Rossiyaga borib ishlab kelaman, ada. Bir yildan keyin yangi uy olamiz, maza qilib yashaymiz. Ey, aralashmang. To'xta unaqa doston, to'xta. Ya qo'shni tinchlikmi? Nima baqir chaqirib bo'lyapti? Ya o siz yetmay turudingiz. Ya Hayot aka, tinchlikmi? Nima baqir chaqirdi? Doston jahl bilan chiqib ketdi aka. So'ramang qo'shni. Butun boshli uyimni sotib qarzimga to'ladim deydi. Qaysi qilganga o'qib uchun. Hayot aka, siqilmang aka, Xudoyim unga ham insof berib qolar aka. Qariyalar uyiga olib tashiyman deydi, men shuni yerda ko'rdim. Qariyalar uyiga yig'lamang, yuring, men sizni bir joyga olib boraman. Yuring. Qayerga boramiz shu ahvolda? Aka, siz xo'p deng, yuring, men sizni zo'r joyga olib boraman, yuring. Hayot aka, otamdek bo'lib qolgan insonsiz aka. Diamond Buildingga 3-loyihasidan 30% boshlang'ich to'lov qilib, jiyanlaringizga deb 2 xona uy oldim aka. Buyursin ukam. Juda ham chiroyli qurilibdi lekin. Yana shahar qoq markazida. Bog'cha, maktabdan muammo bo'lmasa kerak, qarang. Bizga ham nasib qilsin-da. Qolganini 24 oyga hech qanday foizlarsiz to'lashga olganman aka shu uyga. Yaxshi bersin. Shuni sizga hadya qilmoqchiman aka. Hazillashyapsizmi? Nimaga hazillashaman aka? Otamni ko'rgan inson bo'lsangiz, shu yil oxiriga bitadi aka. Patkulish topshiriladi. Kirib maza qilib yashab, meni duo qilsangiz bo'ldi aka. Ungacha bu yoq bitguncha meni uyimda yashab turasiz. Otamning onasiga joy qilib beraman aka. Hech siqilmang.